Assalomu alaykum aziz do'stlar, charchamayapsizlarmi? Sog'liginglar yaxshimi? Dehqonchiliklar bo'lyaptimi? Xo'sh, bizda bugun mana terim bo'lyapti. 5-fevral. Bular Kingsbury. Ikkinchi, uchinchi kurshodalar, buni bilmayman nechinchisi ekan. Xo'sh, bunaqa qanot tugagandan keyin gushoda tugagandan keyin siz olasiz, keyin yangisi chiqadi mana. Mana bu yerda ham ikkinchi gushoda bo'lsa, mana bu uchinchisi bo'lsa, sekin kelib chiqadi mana bu yerdan. Bu yerdan bir bularni olib turish kerak. Bu ham yaxshi changlamagan mana. Ular ideal bo'lgan. Bunaqa changlamaganlar bitta ikkitasini olishsa, nargilarga yordam bo'ladi. Birinchi katta gul mana yaxshi changlamagan. Buni olsa o'zi mana shu ham o'zi 8 ta qoldirilsa ham yetadi. Bularni olib chiqish kerak mana. Bizda shunaqa holat, mana adbor turistlar. Mashina ekadigan davr kelyapti. Havoda ko'chat so'raganlar bo'lsa, hozir ko'chatlar holatini ham bir qo'yaman. Kerakdiganlar aloqaga chiqaverasizlar. Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Xo'sh, matchni ko'chatlarimiz bor. Bu Albion. Uxlatib qo'yilgan. Xolasa matchniga eksiyalar ham bo'ladi, hosil uchun eksiya ham bo'ladi. Albionni bilasizlar. Albion. Bu yaponskiy sortimiz. Bu yerda Yosobushi degani bor, Angel degani bor. Oq qutni. Ularni aytganman, o'ta tez gul chiqarib yuboradi deb. Mana gul ham chiqarib yuboryapti. Shularga olib qo'yaylik. Bular ham Albion. Uxlab qolgan. Tomir. Baklari kichkina, lekin zo'r holatda bo'lib turibdi. Bu yerda Kingsbury'lar bor. Fevral, mart boshigacha ayni yaxshi davr, xudo xolasa ekib rivojlantirish uchun. Bular ham Kingsbury. Kingsbury ko'chatlari ham sal ozroq qilib bo'lgan ekan. Oralatib bateriyalar bo'lgan. Endi iloji yo'q, bateriyalar bo'ladi. Tozalatib chiroyli qilib qo'yganmiz buni. Baklarni ham bir tozalatdik. Xo'sh, Kingsbury. Kichkinasini ko'rsangiz ham holat ideal. Tomir ancha baquvvat bo'lgan. Shunday holatda kimga kerak bo'lsa nomerlarimni qo'yaman. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar.